Bugun sonlardagi yog'larni eritamiz. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Sabina Po'latova, yoga terapevt. Yog' to'g'risida gaplashib olaylik. Ko'plar noto'g'ri tushunishar ekan. Yog' eriydi, mushakka aylanadi degan mif bor ekan. Yog' aslida erib mushakka aylanmaydi. U uglekislый gazga aylanadi va suvga aylanadi. 85% gazga aylanib, o'pka orqali chiqadi. Nimaga yogada biza tez ozamiz? Chunki chuqur nafas chiqarish bilan yondiradigan mashqlar qilamiz. Shu sababli biza yog'larni eritib, hozirgi mushaklarni yondirib, chuqur nafas chiqarish bilan eritamiz. Juda ko'p savollar kelib tushadi. Sonimni ozdirolmayapman, sonlarimni ozdirib olishim kerak deb. Kelinglar, bugun shu imенно sonni ozdiradigan mashqlar qilamiz. Birinchi mashq jangchi bir mashqi. Bir oyoq oldinga, boshqa oyoq orqaga tos kengligida. Tovonimiz tepaga qarab turibdi. Tizzani buklaganimizda tovonni oldiga o'tib ketish kerak emas. Tovonni tepasida qolish kerak. Tos chanog'imizni o'zimizga tortamiz, qo'llarimizni tepaga ko'taramiz. Chuqur nafas olamiz. Shu nafas chiqarishga ko'proq ahamiyat beringlar. Chuqur nafas olamiz. Chuqur nafas chiqaramiz. Nafas chiqarganda ham qovurg'alarni yopib nafas chiqaramiz. Nafas oldik. Nafas chiqardik. Yana 3 nafas turaylik. Молодцы. Keyingi mashqda tana oldinga engashadi. Orqa oyoq bilan bir liniyada bo'lib olamiz. His qilyapsizlarmi? Boshqa joy yonishni boshladi. Qancha chida olsak, shuncha turamiz. O'zimizni qiynamaymiz. Nafas oldik. Uzun nafas chiqaramiz. Молодцы. Zo'r yondi. Yana qaytamiz. Endi orqa tizi pastga. Bu tizi turaveradi joyida. Orqa tizani pastga buklaymiz. Tizani yerga tekkizmoqchi bo'lgandek buklaymiz va qolamiz. Endi qanaqa his qilyapsizlar? Endi qaysi joyiga nagruzka tushyapti? Tos orqaga ketib qolmasin. Tos chanog'ini tortib turamiz. Nafas olamiz. Zo'r yondi. Молодцы. Turdik. Endi tizzalarni tekislab olib, oldinga engashamiz. Endi boshqacha nagruzka. Oyoqni orqasi tortilyapti. Orqada boldiram tortilyapti. Lekin vesimizni ushlab turishga majbur. Mushaklar ishlayapti, yonyapti. Doim qidiramiz. Qaysi mushaklar ishlayapti? Qaysi joylarimiz bizani ushlab turibdi? Bu holatda chuqur nafas chiqaramiz. Молодцы. Albatta boshqa oyoqga ham xuddi shunaqa bajaramiz. Endi chap oyoq oldinda, orqada o'ng oyoq. Tizzani buklaymiz. Oldingi tizza buklangan, orqa tizza tekis. Tos chanog'ini tortamiz. Qo'lni tepaga. Nafas oldik. Ozgina vizualizatsiya qo'shsak bo'ladi. Go'yoki o'sha yerdagi yog'larimiz gazga aylanib, o'pkadan chiqib ketyapti. Nafas bilan yog'larni chiqarib tashlaymiz. Отлично.
Oldinga engashamiz, orqadagi oyoq bilan bir chiziqda bo'lib oldik. Srazu nagruzka ko'chib oldi. Ishlayotgan joy boshqa yo'lga ko'chib oldi. Prям o'sha yerga diqqatimizni yig'ib turamiz. Qatga diqqatimiz yig'ilsa, o'sha yerda energiya o'sha yerda qon yaxshi aylanishni boshlaydi. Chuqur-chuqur nafas chiqaryapmiz. Отлично. Turdik. Tiza hali ham buklangan holatda turibdi. Tos chanog'imizni tortdik. Orqadagi oyoq buklanadi. Pastga yerga qo'ymoqchimiz. Rastashka qilib oldinga ketib qolayotganimiz yo'q. Tiza buklanib pastga ketyapti. Qo'llar tepada. Juda qo'llar charchasa, ushlab tursa bo'ladi. Tizani yerga qo'y devamiz. Ozgina qaltirash bo'lishi mumkin. Bu norma. Молодцы. Orqadagi tomon rovna orqaga bosildi. Ikkala tizani tekisladik. Oldinga engashamiz. Oldinga chuqur engashmasligimiz mumkin. Umurtqa tekis bo'lsa bo'ldi. Faqat bukchayib engashishdan umuman foyda yo'q. Shuning uchun ko'krak qafasni ochib, tekis engashamiz. Tos ochilib ketmasin. Oldinga engashamiz, balans ushlaymiz. Bu balansovoy poza. Chuqur nafas chiqaramiz. Yondi, sezyapsizlarmi? Молодцы. Mana shu mashqlarni 2 nafas, 3 nafas tursanglar ham u ham zo'r effekt beradi. Agar juda ham charchab, qaltirab ketayotgan bo'lsa, sekin-sekin dam olib, uzib-uzib, bo'lib-bo'lib, videoni to'xtatib turib, sekin-sekin bajarib, shunaqa uzunroq 5 nafas, 7 nafas davomida bajaringlar. Mana shu mashqlarni muntazam bajarib boring. Bizda mushak paydo bo'lgandan keyin yog' o'tda yashamaydi. Mushak bilan yog' bir-biri bilan chiqishmaydi. Shuning uchun shu mashqlarni qilib, yarim soatlardan keyin yaxshilab ovqatlansak, mushak paydo bo'ladi. Mushak paydo bo'lgan joyda yog' eriydi, gazga aylanadi, nafas bilan chiqarib tashlaymiz. Keyingi videolarda gir aylana beldiga, qorindiga yog'larni eritish bo'yicha bo'ladi. O'tkazib bormanglar, albatta ko'ringlar, imom bilan birga bajaringlar. Sizlar bilan bugun Baxtli men, salomatlik va chiroyli qomat loyihasi asoschisi Sabina Po'latova edi. Sog'lomlarim, keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.